तो थोड़ा देर कभी भी आ सकता है, लेकिन फीवर आएगा तो मुझे बताना जरूरी है। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे बताया नहीं है। तो यहीं पे थी सर, हाँ, तो मुझे बताया नहीं ना। डिस्चार्ज होने के टाइम işitme çekse doktorga xabar berish kerak deyaptilar. Siz klinikada edasiz. Ishganmiz, dorilarni berishdi-yu, nima javob berib yuborishdi, bitta turish mumkin ba'zida. Aqqa borgandan keyin buni qo'rqitib yubordim men. Endi agar yana shunaqa bo'lsa, siz doktorga aytish kerak. Endi o'sha kuni shamollashdan dori shuni hisobiga bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Lekin kimyo payt agar u shunaqa ishitma chiqsa, juda muhim bo'ladi-da, doktor. Siz xabar berish kerak. Siz aytasiz-da, Siz menga दवाई यहाँ से लेके जानी। doktor o'zi aytadi, kartini to'g'ri bitta yo'llash xuddi shularga o'xshab qiladimi oyog'ida, eflaydimi? Doktorga aytaychi, Toshkentdan borib kelib yuribdi doktor, tanish bordi. Qaysi klinikaga borishimizni करेंगे तो दवाई ने काम करना है। देने का तरीका अगर अलग होगा तो फिर वो दिक्कत है। इसीलिए पूरा प्रोटोकॉल बकायदा बना के beradilar. Qanday nima qilish kerak, qanday dori tayyor qilish kerak. Agar xuddi shunday ular dori bersa, muammo yo'q. प्रॉब्लम आती है कि अगर Yoki boshqa problema bo'lsa, keyin problem bo'ladi. ये Problema yo'q, 4-chi O'zbekistonda oling. Qolib qo'l olsam, boshqa ko'rlar. जब जरूरत होगी तब फिर करें। Ahvolingiz yaxshi bo'lyaptimi ancha? Ha, yaxshi. Ancha o'zgarishlar bor-a? Xudo xolasa. Qalay opamning javoblari qanaqa chiqdi hozir bugun topshirgan? Mana 3-chi kimyodan ham oldilar. Bugun oladi, xudo xolasa, ikkita kimyodan keyin ancha yaxshi. O'zgarish bo'lyapti. O'zingizga ham aytyapti-man, doktor eshitdingiz-a? Ancha yaxshimikan? Ko'nglingiz bo'lyaptimi? Nega u kulib chehrangiz ochmaysiz opa? Ancha yaxshi bo'lib qolibsiz. Joyda. Ha, doktor mana aytib, hozir eshitib turibsiz. Ko'nglingiz bo'lyaptimi savol javoblardan? Hammasi yaxshimi? Yordam beraman. Ishitma cheksa, siz o'zi aytasiz, men doktorga aytaman. Kuzatuvchilarimiz sog' bo'lasizlar. Mana ko'rib turgan holatinglar hozir doktor Parvin Akash klinikasida. Ancha hozir holatlari yaxshi. Bemorimizni duoda bo'linglar, tan joyinglar sog' bo'lsin. Shu onaxonni ham yana ham tezroq yaxshi bo'lib, oyoqqa turib, O'zbekistonga sog' salomat borishlarini duosini qilib turinglar. Ilohim sizlardan shuni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar. Albatta kuzatishda davom etinglar, izohlarni qoldiringlar. Bu opamda onkologiya bo'yicha muammo ozgina bor ekan. Mana shuni Xudo xolasa inshaalloh davolab olishga harakat etamiz. Sog' bo'linglar. Kasal bo'lmanglar.